O'zbekiston bo'ylab birinchi marta ulug'ma milliy jasalma intellekt hakaton jo'ybarining birinchi bosqichi poytaxtimizda start oldi. Health Tech hakatonning sinov bosqichi jo'ybari O'zbekiston Respublikasi Densalliqni saqlash ministrligi, San'at texnologiyalar ministrligi ham IT Park O'zbekiston ham O'zinfocom bilan birgalikda shulga mistilmoqda. Biz hozir hakaton deb ataluvchi salomatlik marafoni o'tkazilib o'tirgan o'rindamiz. Bu yerda apoyi marafon emas, balki densolimiz uchun foydali bo'lgan yangi ideyalar amalga oshirilib olindi. Qatnashuvchi to'parlardan ayrimlari mobil qurilma ishlab chiqarish uchun o'zlarining rejalarini ko'rsatmoqchi bo'lsa, al boshqa to'parlar jyuri a'zolariga yangi joybarlar usunus etmoqda. O'zbekistonda hakaton jo'ybari butkul respublikamiz bo'ylab 2025-yildan 2026-yilning dekabr oyina shekam davom ettirilishi rejalashtirilgan. Bunda 5000 dan aslam qatnashuvchi densolliqni saqlash, ta'lim, sud sistemasi, suv xo'jaligi ham ishbilarmonlik taraflarida innovatsiyalik ideyalar ustida жұмыс olib boradi. Jumoqlovchi bosqich bo'lsa 2026-yil Toshkent qalasida bo'lib o'tadi. Sun'iy intellekt hakatoni, ya'ni sog'liqni saqlashga qaratilgan tadbir o'tkazmoqdamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining yoshlari uchun bu bir kuchli imkoniyat, o'zini ixtirolarini namoyish etishga. Chunki bu yerda bizlar katta muammolarga, ya'ni sog'liqni saqlash sohasida bor muammolarga raqamlashtirish orqali yechimlarni topishga harakat qilmoqdamiz. Bu loyihalarni g'oliblari ertangi kunda sohaga kirib borishiga, yangi ish o'rinlarini yaratishga imkoniyat yaratib beradi. Hozir 300 dan ortiq bizlarga ishtirokchilardan 40 ta jamoa bor. Bugun ular uchun workshoplar o'tkazilmoqda. Yo'nalishlar haqida gapiradigan bo'lsa, bizlarda hozirda qand diabetlarini muammolarini yechish, glukometr bilan bog'langan muammolarni yechish bo'yicha raqamli yechimlar taqdim etishlari kerak bo'ladi jamoalar. Shuningdek, bizda eng bir katta muammolardan biri bu kasalliklarning oldini olish. Ya'ni har bitta fuqaro o'z mas'uliyatini his qilgan holda raqamli yechimlar orqali o'zini sog'lig'i nazoratini olib borishiga undamoqdamiz. Bugun dastlabki bosqich Nukus qalasida start olgan Health Tech hakaton. Оның maqsadi meditsina tarafında sonli texnologiyalarda jadallashtiruv bo'lib hisoblanadi. Ilajda IT xanagelar, shifokorlar ham studentchalar birlashib, densolliqni saqlovdagi mashg'ulotlarga baylanışlı sonli yechimlar topuvda izlanishlar olib bormoqda. Qoraqalpog'iston yoshlarına usunday imkoniyatni berib atgan prezidentimizga rahmet. Hozirgi vaqtda volontyorlar 40 tane volontyorlarimiz qatnashib o'tiribdi. Ular har turli komandadan universal volontyorlar maktabi, events community siyaqli volontyorlar klublari birgalikda jamlashib, o'z birchilikda turdi. O'sha proyektga qatnashib o'tirmiz. Bundan juda quvonchlimiz. Tanlov 2-6 oktyabr kunlari aralığında o'tkazilib, onda eng yaxshi ideya ham foydali boslamalarga ega to'par a'zolari tek qana grantlar emas, balki akseleratsiya ham inkubatsiya programmalarida qatnashuv, so'ng bilan birga investorlar bilan sheriklik qiluv imkoniyatini qo'lga kirgizadi. Chiqargan maqsad ne deb o'tsak, dasturchilarni jinob olib, dasturchilarning ideyalarini qo'llab-quvvatlash. Chiqargan meditsinaga yaqinlatuv, ya'ni meditsinalik har qanday мысалы, өзіміздің адамлардың медик көріктерден өтуде, уақытында өзінің өзі басқару, соған текарланған дәстүр жарату бұның текарында. 13 команда шығады, соның ішінде де ең жақсы команда деп алынған команда келесі жылы 26-та финал басқышына шығады. Егер оның да идеясы жүда жақсы болған болса, келешекте инвестиция кіргізу бойынша Өзбекстан көлемінде атқарылады. Институт, университет, хамет жастар талабаларға жаратылған имканиятлардың бірінші жақсы жолы деп ойлаймын. Яғни инвестиция кіргізу бойынша бірден-бір дәстүршілерді таярлауда да осы қол келеді деген үміттеміз. Xanegelerin атап өтуінше, жасалма интеллект жәрдемінде кеселдіктерді ерте анықтау, телемедицина арқылы шет аймақтарда жасаушы бұқараларға қызмет көрсету, ham саламат тұрмыс тәрізін қадағалаушы құрылмаларды кең қолдану мүмкіншілігі пайда болады. Жойбар шеңберіндегі илажлар 6 октябрға шекем давам етеді.